Nojin ko'zini suzmasa tikilib qarash. Kuf-sufdan solamanman. Sarvarjon senga hadya olib keldim. Yaxshi, chipsmi? Qayerdan bilding? Falashdim. Kuf-sufdan solamanman. Shoshla bir g'alati trend bo'ldi. Lekin bizni aqidamizga to'g'ri kelmaydi. Eshitma unaqa ashulalarni. Xo'p. Paketda turganligi chips ekanini bilishingga xalal berdimi? Yo'q. Demak, ko'chada nigohingizni tortib olish uchun o'ziga qizlar hijobda bo'lishi shart emas. Endi buni hozir maza qilib yeysan, ha? Xo'p. Lekin krabli mumkin emas desamchi. Demasdim. Chunki bizning mazhabimizda krab mumkin emas, ha? Mana qizlar o'tib ketayotganda qaraymiz-ku, to'g'rimi? Har doim ham qizlar aybdor bo'lavermaydi. Tikilib qarash o'g'il bolalarga ham joiz emas. Qizlar o'zini ehtiyot qilganidek, o'g'il bolalar ham nazarini, nigohini ehtiyot qilish kerak. To'g'rimi? Har doim ham g'unojin ko'zini suzmasa degan maqol ishlayvermaydi, chunki erkak kishining nafsi shunday qurilgan. Ayollarga monelik biroz kuchliroq. Lekin bu nuqtada o'ziga qaratgani uchun qiz gunohkor bo'lgani kabi, siz ham qaraganingiz uchun gunohkor bo'lib qolasiz. Shunday ekan, faqat bir tarafni ayblamasdan, tanganing ikkinchi tomonini ham ko'rib, o'zimizni nigohlarimizni ham nazorat qilishimiz kerak.